Kim 100 marotaba subhanallohi va bihamdihi desa, gunohlari dengiz ko'pigichalik bo'lsa ham o'chiriladi. Qanaqa darajada buyuk amalki, agar gunohlaringiz dengiz ko'pigichalik bo'lsa ham, mana shu ikkita zikrni 100 marotaba takrorlash bilan o'chiriladi deyilyapti. Bu hadis muttafaqun alayh, Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Boshqa bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim agar tong ottirganida va kech kirganida 100 marotaba subhanallohi va bihamdihi desa, qiyomat kuni bundan afzal bo'lgan amal bilan hech kim kelmaydi. Illoki kim agar bundan ko'proq aytgan bo'lsa, 100 marotabadan ko'proq aytgan bo'lsa, ana shu odam afzalroq amal bilan kelgan bo'ladi. Kalimatan xafifatan alal lisan. Ikki kalima bor, tilga yengil. Thaqilatan fil mizan. Tarozda, mezonda qiyomat kuni og'ir keladigan kalima. Habibatan ilar rahman. Rahmanga mahbub. Alloh yaxshi ko'radi bu kalimalarni. Nima kalima bular desangiz? Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Mana shu ikki zikr Alloh yaxshi ko'radigan, tilga yengil, lekin tarozda og'ir keladigan qiyomat kuni deyilyapti. Eng afzal bo'lgan kalimalar 4 ta dedi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Mana shu 4 ta kalima haqida keldi. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar. Bular eng afzal bo'lgan kalimalar ekan. Yana boshqa hadisda va subhanallohi valhamdulillahi tamla'an ma bayna as-sama'i wal ard. Subhanallohi valhamdulillah zikri osmon bilan yer o'rtasini to'ldirib yuboradi. Nima bilan to'ldiradi? Ajr, savob bilan deydi ulamolar. Shu darajada buni ajr savobi ko'pki, osmon yer o'rtasi to'lib ketadi. Boshqa hadisda aytdilarki, "Lan aqula subhanallohi walhamdulillahi wa la ilaha illalloh Allohu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams." Subhanallohi walhamdulillah va la ilaha illalloh Allohu akbar zikrlarini aytishlik quyosh uni ustida ko'tarilgan jamiki narsadan menga mahbub. Ya'ni bu degani butun dunyodan degani.